Assalomu alaykum. Yana bir obyektimiz. Bir joyimiz videosini o'zi yig'ishtirdi. Habisopka ko'rinishida bo'ldi. 7x32 razmerlari 4 xil svetda ishlandi. Buni taki samonlaydi edi. Bir sloy rondmont, bir sloy kafelkilar urib yig'ishtirildi. Zakazlar bo'lsa aytaverasizlar, qilib beriladi. Har xil rangda, har xil ko'rinishda. 1 kvadrat metr 60 ming so'mdan bo'lib turibdi. Kilayi dastavkasi ichida. Zakazlar bo'lsa beraverasizlar. Material moyishi bemalol yuvib ishlatsa bo'ladi. Iloji boricha tez-tez yuvib turish kerak. Yuvib turilsa, shu turishunday yaldirab turaveradi. Ob'yemi 50 kvadrat. Ozgina ishlari qolgan, sho'llarni, ugaloklarni qo'yib bersalar, xudo xolasa ajoyib bo'lib turaveradi. Sokol kafel. Zakazlar bo'lsa aytaverasizlar, qilib beramiz. Zina ko'rinishida bosilgan 4 xil rangda chiqarib berdik. Tavsiya qildik. Shunday qilsak chiroyli bo'ladi deb, egasi bolada gap yo'q dedilar. Aytganda etib qilib berdik. Ko'chada bir bo'lib turibdi. Xudo xolasa. Bu joyimiz Bag'atda. Ko'p zakazlarimiz Bag'atdan chiqib turibdi. Bu yil o'zi fonni Bag'atda ishladik. 100 ga yaqin joy chiqardik. Xudo xolasa hammasini qish bekarchiligida reklama qilib o'tamiz. Hozir vaqtimiz bo'lmay turibdi. Sezon ham oxirlab boradir. Iloji bo'lsa, zakazlaringiz bo'lsa, aytib berib qolsangizlar, qishdan burun bitirib beramiz, salqindan oldin. Termotravertindan xudo xolasa mart oyidan zakaz olib boshlaymiz. Endi havo salqin, termotravertin ishlab chiqarish qiyin bo'ladi. Shuning uchun bahordan termotravertin ham zakazlar bo'lsa aytaverasizlar. Xudo xolasa ham joy utupleniya bo'ladi. Hali termotravertin qilingan joylarimiz ham bor. Ulardan reklama etib o'tamiz. 2-3 obyekt bitib turibdi. Bu vajam moyishi, termotravertin ham moyishi narsa bo'ladi. Bemalol yuvsa bo'ladi ikkisini. Like bosib, podpiska bo'lib qo'yasizlar. Telefon nomerlarimizni opisaniyada qoldiramiz. Telegram, WhatsApp bor, bemalol aloqa chiqarasizlar. Shunday xizmatlar kerak bo'lsa, qilib berilaveradi. Shoplar ham bir tegiz bosilgan.